O'rta vaznda Chimayev va Strickland jangi tobora yaqinlashmoqda. Ikki bir-birini dushman sifatida ko'radigan yigitlar jangi. Aslida mojaro 6 yil oldin Las Vegasdagi sport zalida boshlangan. Stricklandning aytishicha, Hamza Chimayevga Checheniston haqida aytgan hazili yoqmagan. Chimayev bu hazilni ko'tara olmay janjal yuzaga kelgan. Hamza Chimayev mashg'ulotlarning asosiy qismini Arman Sarkuyan bilan olib bormoqda. Chimayev energiyaga to'la mashg'ulotlarni yuqori darajada olib bormoqda. Chimayevning g'alabasiga 1% ham shubham yo'q. Shon Strickland esa tayyorgarlikni sobiq raqibi Alex Pereira bilan olib bormoqda. Shon Strickland doim oldinga boradigan jangchi, tayyorgarligi zo'r ketmoqda. Hamza Chimayevni mag'lub etib kamarni olishi uchun barcha ishni qilamiz. Bolalikdan meni Borz deb chaqirishadi, chunki urushlar ichida katta bo'lganman. Shunga o'xshagan yigitlar men uchun oddiy desert xolos. Jang 10-may kuni UFC 328 turnirida bo'lib o'tadi. Videoga like bosib bizni kuzatishda davom eting.